O'zbekiston paket. Mana ko'chalarda signallar, chorlar, hammalari shunaqa chiroyli. Do'stlar, Tojikistondagi do'stlarimiz juda chiroyli. Kayfiyatlarda bizni shunaqa iliq munosabat bilan kutib olishyapti. Bizni O'zbekiston milliy terma jamoasiga juda ko'p ko'ryapmiz. Tojikistondan podeshkalar bo'lyapti. Hozir ham mana sizlar juda chiroyli kayfiyatda kutib oldilaringiz bizni. Kattadan katta rahmat. Nima deysizlar bizni shu O'zbekiston terma jamoasiga? Sizlarga bundan ham yuqori cho'qqilar. Yana kelguchi ishlarda rivoj. Hammalaringizga omad tilayman. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston paket. Rahmat sizlarga, bolalar. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Kattadan katta rahmat. Rahmat. Inshaalloh ana Tojikiston Xo'jand shahrida baland ovozda signallar yangrayapti. Nima uchun? Bizni birligimiz, bayroqlarimiz mana hozir guvoh bo'lib turibmiz. Bizni O'zbekiston milliy terma jamoasiga juda chiroyli kayfiyatlarda munosabat bildiryaptilar. Nima bir fikrlaringiz bizning futbolistlarimizga? Biz endi O'zbekiston terma jamoasi bilan jahon chempioniga chiqdi. Bundan xursandmiz. Biz hammamiz Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston hammamiz bir xalq. Biz hammamiz o'sha O'zbekiston terma jamoasini yanada muvaffaqiyatlarga erishishiga tilakdoshmiz. Doimo sog' bo'linglar. Biz xursandmiz. Kelganlar xush kelibsizlar avvalambor. O'zbekiston olg'a. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana birligimiz, bayroqlarimiz, qarang xotirjam shunaqa qilib ko'tarib turishimiz bu juda katta baxt. O'zbekiston paket. Mana ko'chalarda signallar, chorlar, hammalari shunaqa chiroyli. Munosabatda hammalar rahmat. Biz xudo xolasa va'damizdan chiqdik. Inshaalloh yana yurtimizga qaytyapmiz. Shunday davom etinglar. Bizni O'zbekiston futbol terma jamoasiga qanaqa fikrdasiz? Nima demoqchisiz? Tilaklaringizni ayting. Yaxshi, omad tilayman. O'zbekiston, Tojikiston, Bapesh. O'zbekiston, Tojikiston, Bapesh. O'zbekiston, Tojikiston, Bapesh.